Uyimni kalitini yo'qotib qo'ydim. Senikida uxlasam maylimi? Menga desa uyingga olib ketmaydimi? Uying shinam ekan, qayerda yotsam bo'ladi? Ko'chada. Ha, seni shu odatingni yaxshi ko'raman-da, hazilkash. Bo'pti, yo'qol endi. Men bu yerda uxlayman. Tunda xilovat eshitishing mumkin, lekin qo'rqma. Men buvim bilan uxlardim. U shunaqangi xo'rak o'tardi-ki, xuddiki kimdir to'ng'izni bo'g'izlayotgandek eshitilardi. Agarda Kechirasan, u shunaqangi ovoz chiqarardi. oq kiyimli, dahshatli tabassum bilan turgan narsani ko'rsang qo'rqmaslikka harakat qil. Birinchi qoida shovqin qilma va u senga gapirsa e'tibor berma, javob ham qaytarma. Agarda u sen tomonga yaqinlashsa, shunchaki ko'zingni yum va ko'rpani tagiga kirib ol. Suv ichkim kelib qolsa-chi? Keyingi qoida. Bo'ldi, qolganini o'zim amalayman. Tunda har xil ovozlar eshitilarmish. Dadosh, Xonashim nima yig'layapsan? yig'laganim yo'q.